Xitoyning ikki sobiq mudofaa vaziri Wei Fenghe va Li Shangfu o'lim jazosiga hukm qilindi. Ular korrupsiyada aybdor deb topildi. Xinhua agentligining yozishicha, Li Shangfu yirik miqdorda pora olganlik va berganlikda, shuningdek, mansab mavqeyidan g'arazli maqsadlarda foydalanganlikda ayblangan. Wei Fenghe esa kadrlarni ish bilan ta'minlashda noqonuniy imtiyozlar taqdim etganlikda va intizomni buzganlikda aybdor deb topilgan. Ularga tayinlangan o'lim hukmi ijrosi 2 yilga kechiktirilgan. Bunda agar mahkum belgilangan muddat davomida boshqa jinoyat sodir etmasa, o'lim jazosi odatda umrbod qamoq jazosiga almashtiriladi. Hukm umrbod qamoq jazosigacha yengillashtirilgach, mahkumlar jazoni yanada yengillashtirish yoki muddatidan oldin shartli ozod qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Ma'lumot uchun, Wei Fenghe Xitoy Mudofaa vazirligiga 2018-2023-yillarda rahbarlik qilgan. Li Shangfu esa 2023-yil mart oyida uning o'rnini egallagandi.